Hozir shunaqa ish bo'lyaptiki, bitta yaqinimni ayoli farzandlari bilan gaplashtirtirmayapti, ko'rishtirtirmayapti. Qanchalik bu narsa to'g'ri, do'stlar? Ayol kishi bolalari bilan manipulyovat qilishi, do'stlar, farzandni nima ayt, ikkita juft bir-biri bilan chiqisha olmayotgan bo'lsa, kelisha olmayotgan bo'lsa, farzandlarga nima ayt? Hurmatli ayollar, iltimos sizlardan farzandlar bilan o'ynashmanglar, o'yin qilmanglar. Ular o'zini otasini, onasini paytida, joyida ko'rishi shart. Misol uchun shunaqa ayollar bo'lsa, hurmatli ayollar, sizlarni ota-onanglar agar urushib qolganda, onanglar, otanglar bilan gaplashtirtirmasa, qanaqa holga tushgan bo'lardinglar? O'ylab ko'ringlar do'stlar. Iltimos sizlardan. Xudo xayringlarni bersin. Hammamizni bitta joyga ketamiz, do'stlar.